Dasturimiz davom etadi. Oddiy xalq tilida tezlashtirilgan qarish belgilari bilan tavsiflanadigan Werner sindromini yengib o'tish uchun kuchli iroda talab etiladi. O'rta Chirchiqlik hamyurtimiz Ijtimoiy himoya milliy agentligining Toshkent viloyati boshqarmasi ko'magida o'zi qiziqqan noyob kasblardan biriga ega bo'ldi. U bugun himoyaga muhtoj emas, u mohir zargarga aylangan. 4 muchasi sog'lom bo'lsa-da, ammo orzularni behuda xayollarga sarflayotgan yoshlar oramizda ko'p. Ammo bugungi qahramonimiz Muhammad Mannopov aynan shular uchun qahramon bo'la oladi. Bugungi qahramonimiz Muhammad Mannopov Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida yashaydi. U 37 yoshda. Taqdir unga oson yo'l tutmadi. U Werner sindromi kasalligidan aziyat chekadi. Ammo Muhammadjon hayotni yutqazgan emas. Aksincha, irodasi, harakatchanligi va mehnatsevarligi bilan ko'pchilikka ibrat bo'layotgan inson. 15 yildan buyon zargarlik bilan shug'ullanib kelmoqda. O'z mehnati bilan ro'zg'or tebratib, oilasiga suyanchiq bo'lgan. U yumushlarga ham imkon qadar o'zim bajaraman, kasalligim bahona emas, boshqa tengdoshlarimdan kam emasman deydi. Imkoniyatim zaif bo'lganida bolalarni ko'rib havas qilardim. Hamma cho'milishga borganda men cho'mila olmasdim-da. Keyin futbol o'ynashardi. Men futbol o'ynay olmasdim. Imkoniyatim cheklangani uchun o'shalarga havas qilardim. Kollejga kirib, o'sha kollejda o'sha ilm olib, mana shu kasb egasi bo'ldim-da. Shogird tushgandan keyin mana shu kasb meni yana chuqurroq o'rganishga o'zi jalb qildi-da. Mana shu narsani orqasidan o'zimni orzularimga yetsaman deb o'zimga niyat qildim. Bugungi kunda yosh va sog'lom yoshlarga Muhammadjon shunday deydi. Hunar o'rganinglar. Bo'sh vaqt o'tirmanglar. Hamma narsalar oson, o'qishga imkoniyatlar ko'p-da hozir. Misol uchun naqqoshlik, bo'ymakorchilik, zargarlik, hamma anaqaligi, sohalarga imkoniyatlar katta-da yaratilgan. Bugungi kunda nogironligi bo'lsa-da, ammo oldiga qo'ygan maqsad va o'ziga ishongan yoshlarga Ijtimoiy himoya milliy agentligining Toshkent viloyat boshqarmasi tomonidan qanday ishlar qilinayotganligi bilan qiziqdik. Bu endi hozir reja bo'yicha 80 mingdan ortiq mana shunaqa fuqarolarni ro'yxatga olib, ularga amaliy yordam berish ko'rsatilgan. Lekin buni agar ko'rsatadigan bo'lsa, bu 80 ming oilani farovonligiga qo'shimcha hissa deyman, qo'shimcha yordam deganimiz. Reyestrda turgan ehtiyojmand oilalarga 1 martalik 1 milliondan moddiy yordam berilishi ham ko'zda tutilyapti. Mazkur ishlar Toshkent viloyatida tizimli amalga oshirilayotganini ko'rishimiz mumkin. Qahramonimiz misolida yana bir bor anglaymiz. Imkoniyatlar chegarasiz. Agar irodangiz kuchli bo'lsa, har qanday to'siqni yengish mumkin.